To'rtta ko'zli kameramizdan chiqaryapmiz akalar. Sim kartaga ishlaydigan bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z, to'rtta ko'z bo'ladi akalar. Canon mikrofonlari bor. Toshkent Bo'kaga chiqaryapmiz akalar. Kimga shuna kameralar kerak bo'lsa, Telegramdan zakaz beraverasizlar. Akamiz musofirda ekanlar, telefonlariga uстановка qilib berdim. Ishlatib ko'rishdi, kачестволар yo'qdi ishlashi. Gaplashib ham ko'rdik kamerada. Xullas, ovoz mikrofonlar cho'tka akalar. Bitta sim karta soladilar bo'ldi. Dunyoni istalgan joydan turib, boshqarib, ko'rib, gaplashib, muloqot qilaverasizlar akalar. Farzandlar ko'rib turgan, oila a'zolari ko'rib turgan 24/7 rejimda ishlayveradi. Ichida batareykasi ham bor katta. Ikkita quyosh paneli chiqadi akalar. To'rtta ko'zli 360 aynalari. Odamni ko'rsa o'zi quyida akalar. 32 tali chiplarni bonusiga qilib berdik. 1,200,000 so'mga baraka qilib berdik. Dastlabkasini ham bepul qilib berdik. To'rtta ko'zli kamerani chiqaryapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta ko'zli kamera akalar. Xo'p, Canon mikrofoni bor. Samarqand viloyatida Payariq Chelakka ketyapti akalar bu ham. Chelakka bugun ko'p kamera chiqardik. Xo'p, to'rtta kamera bo'ladi, ikkita quyosh paneli bo'ladi. Narxi 1,200,000 so'm. 32 tali chipini qo'shib berdik. Dastlabkasini ham bepul qilib berdik. Akamiz musofirda ekanlar, Rossiyada ekanlar, adashmasam. Xo'p, shuning uchun oldilar, Telegram, imolar ishlamayapti deyapti. Telegram bilan WhatsApp ishlamayapti deyapti. Shuning uchun kamera qo'yib gaplashib turgan oila a'zolari bilan kuzatib turgan akalar. Canon mikrofonlari bor, ikkita quyosh paneli bor aka. Sim kartaga ishlaydi akalar. Bitta sim karta qo'ysalar bo'ldi. Bunga to'k-po'k kerak emas. Kechasi ham o'zining batareykasi bor, bemalol yetadi ertalabgacha. 1,200,000 so'mga baraka qilib yubordik. Telegramdan zakaz beraverasizlar. Telefonlaringizni uстановка qilib beraveramiz. To'rtta ko'zli kamerani chiqaryapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta ko'zli kamera akalar. Xo'p, Canon mikrofoni bor. Samarqand viloyatida Payariq Chelakka ketyapti akalar bu ham. Chelakka bugun ko'p kamera chiqardik. Xo'p, to'rtta kamera bo'ladi, ikkita quyosh paneli bo'ladi. Narxi 1,200,000 so'm. 32 tali chipini qo'shib berdik. Dastlabkasini ham bepul qilib berdik. Akamiz musofirda ekanlar, Rossiyada ekanlar, adashmasam. Xo'p, shuning uchun oldilar, Telegram, imolar ishlamayapti deyapti. Telegram bilan WhatsApp ishlamayapti deyapti. Shuning uchun kamera qo'yib gaplashib turgan oila a'zolari bilan kuzatib turgan akalar. Canon mikrofonlari bor, ikkita quyosh paneli bor aka. Sim kartaga ishlaydi akalar. Bitta sim karta qo'ysalar bo'ldi. Bunga to'k-po'k kerak emas. Kechasi ham o'zining batareykasi bor, bemalol yetadi ertalabgacha. 1,200,000 so'mga baraka qilib yubordik. Telegramdan zakaz beraverasizlar. Telefonlaringizni uстановка qilib beraveramiz.